Hey yo! YouTube tomoshabinlari va yaratuvchilar va ushbu videoda YouTube'dagi yangi qo'shilgan funksiyalar haqida gaplashamiz. Ulardan ajoyiblarni hisobga olib ayta olamanki, boshlanishga mana yerda savol berish degan tugma bo'ladi. Gemini logotipiga o'xshagan narsa bilan. Yon tomonda chiqibdi. Xo'sh, bu nima? Bu sun'iy intellekt ushbu videoda nima bo'lganini, nima kerak, nimalar ketganini hammasini tushuntirib bera oladi mana. Aybisini bera olasanmi? Xo'sh, videoda ko'rsatilgan Minecraft serveri bu nolli craft serveri. Bunda Bedwars, Anarxiya, SMP, Popa, Hipopa mavjud, lekin AI aytgan server esa piglin.gt. Qisqasi bu reklama. Xo'sh, mana chiqarib berdi. Java uchun Bedrock uchun ham bor ekan, rahmat. Aynimash kerak Bedrock uchun. Yana savol berishinglar mumkin. Masalan, u odam u qaysi davlatdanligini aytib berdi. Xo'sh, agar birorta mod ishlatilgan, yoki datapack ishlatilgan bo'lsa, u videodagi va mod keyingi qulaylikka keladigan bo'lsak, u hozircha kompyuterda mavjud emas. Shuning uchun Xverb turamiz bu yerdan. Telefonda mavjud. Shuni telefonda ko'rsatishim uchun 1 daqiqa. Xo'sh, ulab oldim. Endi YouTube'ga kiramiz. Degan birorta videoni ustiga bosasizlar. Ana videoga o'tsak. Hey yo, WhatsApp bolalar qisqasi. Va agar yumaloq tugmachani bossak, o'ynashimizni davom ettiradi. Bu qulaylik uchun. Qisqasi bu qulaylik uchun bunday chiqarib olib turib, istagan joyingizga o'tib, ishlatib o'tiraverasiz. Bemalol ko'rib o'tirsanglar bo'ladi. Agar kattartirginglar kelsa, qo'linglar orqali kengaytirasizlar. Shuninglar agar kerak bo'lmasa mana axlatga tashlab olasizlar. Bu funksiya majburiy paydo qoladi har qanday videoda. Endi qaranglar. Shunday qilganda pastda paydo qoldi. Ana endi yana bitta ilova ochaman. Combo. 3 ta ilova bittada. Abot. Keyingi funksiyani aytadigan bo'lsam, keyingi funksiya esa hozir ko'rsataman. Bu ingliz tilidagi video. Bunga men auto dublyaj qo'shganman. Va istagan tilga o'zgartirib eshitsam bo'ladi. Mana Xitoy. इंचा मार देते हैं। हाँ, मैं बैरी हूँ, एक महिला माइनक्राफ्ट हेल्पर। लड़की की आवाज, लड़का बोले लड़की की आवाज, लड़की की आवाज। मेरे पास लड़की की आवाज नहीं है। मैं बैरी हूँ, एक प्यारी सी। Qisqasi, bu har qanday tilga emas, lekin 22 ta til bor bu yerda. Va bu ko'pincha ingliz tilidagi kontentlarda qo'yila oladi. Hozircha o'zbek tilidagi kontentlarga qo'yilgan yo'q, lekin ba'zi odamlar o'zbeklar shunaqa narsa qo'yapti, lekin tarjima qilmasdan ba'zi bir joylarda ingliz tilida gapirilyapti, lekin ba'zi joylarda umuman ovoz eshitilmay qolyapti. Shuning uchun u narsa hali O'zbekistonda yongan yo'q. deb hisoblasak bo'ladi. 女性の声よ。いいじゃん。 Qisqasi, bu narsa ko'p ingliz youtuberlarda mavjud. Masalan, mana Mr. Beast'ni olsak. Mr. Beast'ning mana bu Only videosi. having that information, I'm gonna have to go with the middle biker. You don't even know his name. We'll have plenty of time. Türkçe. Anımız olacak. 250.000 dolarlık bir karar. Bakalım tutacak mı? Tamam, hadi bakalım. İspanyolca. Hola, ¿cómo estás? Bryce, me sudan las manos, qué nervios. Mr. Beast'da o'zbekcha anaqalari ham bor. Dublyajlari ham bor mana shuni o'zida. Ko'rib turganinglardek pastda mana bunaqa narsa turibdi. Bu oldingi ko'rinishini ko'rsatolmasam ham, lekin bu boshqa videoga o'tkaza olish uchun bu. Aslida bu u nomdan tipida turadi. Endi pastga tushirib qo'ygan va kichkina qo'ygan. Bu menimcha noqulaylik tug'diradi. Menga bu funksiya yoqmadi. Qisqasi bunaqa yangilanish yoqmadi. Joyida turgani yaxshi edi. Tartibsiz bo'ladi, lekin joyida turgani chiroyliroq.
va agar birorta odam sizlarni videolaringni chopgan bo'lsa, shu 3 ta nuqtani bosasizlar, shikoyat qilishni bosasizlar va mana shu joydan shikoyat qilib, shunchaki mana shu yerdan shikoyat qilasizlarda jo'natasizlar. Qanday qilish esimda yo'q, lekin o'rganib olsanglar yomon bo'lmaydi. Ana endi yaratuvchilar uchun funksiyalarga o'tsak, azoblanib ketamiz. Xo'sh, eng zo'r, eng ajoyib funksiyalardan birini ko'rsatadigan bo'lsam, bu menga o'ta yoqqani bu nima desam bo'ladi? Birorta odam kommentariya yozsa, mana shu joyda mana bunday chiqib qoladi. Bu tezroq javob yozish uchun, masalan, salom, xush kelibsiz. Shunday yozsalarda hop bosib o'rsanglar tekizga ketadi. O'zi avtomatik yozib beradi sun'iy intellekt bularni. Agar bu narsalarni yozish yoqmasa, o'zingiz mana shu yerda yozib o'tirsangiz bo'ladi va ko'p odamda mana bu funksiya yongan. Buni bossangiz, ovozingizni yozib olib, ana shu odamga yuboradi va u odam qiynalmasdan bemalol ovozli suhbat asosida eshitsa bo'ladi. Bu kommentariyada mavjud fikrlar joyida. Keyingi funksiyani aytadigan bo'lsam, yaratuvchilar uchun sun'iy intellekt paydo bo'lgan. Uni faqat kompyuter orqali ko'rsangiz bo'ladi. Uni hozir ko'rsataman. Undan oldin bitta narsani aytmoqchimanki, bo'ldi. Qisqasi telefonda ko'rsatadigan narsani qoladi. Yaratuvchilar uchun ham sun'iy intellekt paydo bo'lgan. Mana ko'rib turibsizlarki, YouTube'ga kiramiz. Sizlarga zo'r narsa ma'lumotni udarini aytadigan bo'lsa, mana yerda mana bunaqa narsa turibdi. Buni bosib, surgomikan degan mashinada olib plus bosib birorta videolarini bosasizlarda, buni menga tahlil ber desanglar tahlil qilib beradi. Faqat biroz sekin ishlaydi. Baribir hammasini intellekt shunaqa ishlaydi. Xo'sh, tahlil qilib berdi. Ana endi yana narsa aytishim mumkin. Bu videoga eskiz bu thumbnail. Thumbnail bu videoning rasmi. Agar voice tushunmayotgan bo'lsangiz, YouTube'da video ko'rib o'tirganlarda ekrandagi rasmi boshqacharoq turadi. Ana shu thumbnail bo'ladi. Qisqasi eskiz bu videoning rasmi desa ham bo'ladi. Eskiz yasab ber. Bu videoga eskiz yasab ber. Va u biroz kutsangiz eskiz yasab beradi. Lekin normalniy mukammal chiqmasligi mumkin. Shuning uchun xafa bo'lib qolmanglar. Eskiz yaxshi chiqmay qolsa. Eskiz yaratguncha boshqa funksiyalarni ko'rsatib o'taman. Bu o'ta ajoyib va kerakli funksiya deb o'ylayman. Qisqasi, mana bu joyga o'tasizlarda, mana narsani bosib turib, boshlashni bosib, mana shu narsani o'tkazib, ikkita galochka qo'yib, yana o'tkazib, shu QR kodni skaner qilsangiz, sizdan pasport ma'lumotlarini so'raydi, yoki pasport kiritasizlar, yoki ID karta, yoki haydovchilik guvohnomasi. Shulardan bittasini kiritsangiz, sizlardan yana nimadir chiqishi mumkin. Bu yomon bo'lmadi. Bu bilan sizning kontentingiz shifrlanadi. Birorta odam sizning kontentingizdan foydalansa, u tekizga bam yeydi va strayk oladi. Agar bu narsa yoqmagan bo'lsangiz, u odam bemalol ishlatib o'tira oladi. Xo'sh, aytyapman. Eskiz yaxshi yaratmaydi, lekin nom va tavsif so'rasanglar bo'ladi. Agar real hayotda video olsangiz, bu o'ta kerakli narsalardan biri. Ishonaveringlarni yozib ber. Va u biroz kutsangiz yozdiradi. Ungacha boshqa funksiyalarni aytib o'taman yana. Xo'sh, mualliflik huquqidan bam yesangiz, mana shu yerga ma'lumot keladi. Tillar joyi o'zgargan, payqamagan bo'lsangiz bilmadim. Xo'sh, mana shu joyda auto dublyaj qo'shsangiz bo'ladi. Faqat u o'zi avtomatik qo'shib beradi. Birorta tilni tanlaysizlar. Agar qo'yilmagan bo'lsa qaranglar. Sizlarda shunday turadi.
Chunki sizlar hali bir yaxshi YouTuber bo'lmagansizlar. Agar bu yerda audio qo'shish tugmasi bo'lsa, u tugmani bosib, bemalol audio qo'ysangiz bo'ladi. U hali bir hamma YouTube kanallarga berilmagan. Xo'sh, nom, tavsif hammasini chiqarib berdi. Ko'rib turibsizlarki, ajoyib tavsif. Tavsif yoqqanlar. Xo'sh. Kopiya qilasizlar-da, mana bunday qo'yib tashlaysizlar, bo'ldi. Birorta tilni qo'yib, o'zinglar nima deydi, subtitle qo'yib chiqishinglar mumkin. Hozircha sun'iy kuchayib ketgan, subtitle qo'yish juda ham o'zbek tiliga yetishmayapti. Qisqasi, tushunganmasangiz jotga rahmat. Tushunganmasangiz, tushunmaganmasangiz kommentariya yozib qoldiring. Montaj. Bu yaqinda o'zbek auditoriyasiga ham bunaqa narsa chiqadi. Yaqinda o'zbek auditoriyasiga buni nima desam bo'ladi? Telefon versiyasi chiqadi. Telefonni bemalol mana shunday montaj qilib o'tirsanglar bo'ladi. Lekin menimcha telefonniki yaxshiroq bo'lsa kerak. Yana bitta narsani ko'rsatadigan bo'lsam, bu mana shu. Bu orqali video birorta joyda savol berginglarga qolsa, shu + bosib, mana bu savolni o'zi ekan, savol berasizlar. Masalan, 2 + 2 watt 4 yoki 15 to'g'ri javob mana. Bilmaysizlar-da sizlar to'g'ri javobni. Aslida 5 bo'ladi, bilmasdinglar. Xo'sh. Video ko'rib o'tirganda savol kelib qoladi, savolga javob berib qo'yadi, bo'ldi. Xo'sh, copyright kuchaygani uchun musiqa masalasiga kelsak, birorta copyrightga daxldor musiqa qo'yib qo'ysangiz, sizlarda yoki ashyoyni qirqib tashlash yoki pul ana shu odamga ketadi bo'ladi. Ashi topgan daromadinglar tekizga ana shu odamga ketib qoladi. Yarimi unda ham, hammasi ham emas, yarimi ketib qoladi. Shuning uchun eng yaxshi g'oya unaqa copyright bilan videolar qilmaslik. Copyright musiqa ishlatmaslik. Eng zo'r narsa copyright musiqa ishlatmaslik. Sizlarga maslahatim umuman copyright musiqa ishlatmanglar. Bitta narsani aytish esimdan chiqqan ekan o'tgan videoda, mana shu yerdagi hamma haqoratli so'zlarni Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Shu joyga tashlab, ba'zi bir odamlar yozsa, va shu odamlarnikini avtomatik o'chirib yuboradi. Bu aniq-sizlarga kerak bo'ladi. Jamiyat taklif qilishni bossangiz, mana shu yerda shunaqa narsa chiqadi. Birorta tanishinglarni, faqatgina tanishinglarni qilasizlar. Mana klip bermayman. Mana o'zim havolani kopiya qilaman va taqlayman. Va to'xtanglar. Nima bo'ldi? Keyin havolani shunday joylaysizlar. To'xtanglar, shunday joylamaysizlar. Bu havolani ana shu egasiga Telegramdan yoki boshqa joydan tashlab qo'yasizlar. Kim bu odam havolani ustiga bosganda ana shu kanalni o'zida turishi kerak. Mana men kanalda turgan ekanman. Qabul qilishni bossak, qabul bo'ladi va mana yerda hamjamiyatga qo'shiladi va agar u odam qabul qilgandan keyin nima o'zi qabul qildim? Nima uchun bunga qabul qildim deb yoqmay qolsa, video qabul qilganni hamjamiyat voz kechishni bosib, voz kechib yuborsa bo'ladi.